Bugun juda muhim savolga javob beraman. Pensiya jamg'armasiga murojaat qilish kerakmi yoki hammasi avtomatik hal bo'ladimi? Bu masala faqat pensiyaga chiqayotgan odamga tegishli emas. Bu bugun ishlayotgan har bir xodimga, yakka tartibdagi tadbirkorga, chet elda ishlab qaytgan fuqaroga, mehnat daftarchasida uzilish bo'lganlarga, ayollarga, nogironligi bor shaxslarga, boquvchisini yo'qotgan oilalarga ham tegishli. Chunki pensiya masalasida bitta e'tiborsizlik keyinchalik o'ylab sarson bo'lishga yoki umuman pul yo'qotishga olib kelishi mumkin. Men bugun oddiy tilda tushuntiraman. Qachon pensiya jamg'armasiga borish kerak, qachon borish shart emas. Qanday hujjatlarni tayyorlash kerak, qaysi holatlarda oldindan tekshirdirish juda muhim va eng asosiysi odamlar ko'p qiladigan xatolar nimadan iborat. Agar bu ma'lumot siz uchun foydali bo'lsa, hozirroq kanalga obuna bo'ling. Videoga like bosing. Chunki bu mavzudagi bitta to'g'ri maslahat sizga yillar davomida foyda keltirishi mumkin. Avvallari pensiya tayinlash masalasi ko'proq qog'oz hujjatlarga bog'liq edi. Odam pensiya yoshiga yaqinlashganda mehnat daftarchasini, ish joylaridan ma'lumotnomalarni, oylik ish haqi haqidagi arxiv hujjatlarini yig'ib, pensiya jamg'armasiga murojaat qilardi. Agar biror joyda muhr tushmagan bo'lsa, buyruq raqami noto'g'ri bo'lsa, ish staji aniq ko'rinmasa, odam yana eski korxonaga, arxivga, hokimlikka, hatto boshqa viloyatga qatnashiga to'g'ri kelardi. Ko'pchilik pensiyaga chiqish vaqtida birinchi marta o'z hujjatlarida muammo borligini bilib qolardi. Hozir esa tizim ancha o'zgargan. Ko'plab ma'lumotlar elektron bazalarda yuritiladi. Ish beruvchilar xodimlar uchun ijtimoiy soliq to'laydi. Ish staji elektron tarzda shakllanadi. Ayrim ma'lumotlar idoralararo almashinuv orqali olinadi. Ya'ni davlat organlari o'zaro ma'lumot almashishi kerak. Fuqaro har bir qog'ozni qo'lida ko'tarib yurishi shart emas degan tamoyil kuchaygan. Lekin mana shu yerda eng katta xato paydo bo'ladi. Ayrim odamlar endi hammasi kompyuterda bo'lsa, men hech narsaga aralashmasam ham bo'ladi deb o'ylaydi. Men ekspert sifatida aytaman, bu fikr har doim ham to'g'ri emas. Ko'p narsalar avtomatlashtirilgan, lekin elektron bazaga noto'g'ri ma'lumot kiritilgan bo'lishi mumkin. Ish beruvchi to'lovlarni vaqtida o'tkazmagan bo'lishi mumkin. Eski yillardagi staj bazada ko'rinmasligi mumkin. Familiya o'zgargan bo'lishi mumkin. Korxona tugatilgan bo'lishi mumkin. Mehnat daftarchasidagi yozuvlar noaniq bo'lishi mumkin. Shuning uchun asosiy savol, pensiya jamg'armasiga murojaat qilish kerakmi? Emas. To'g'ri savol shunday. Men qaysi holatda albatta murojaat qilishim kerak? Qaysi holatda oldindan tekshiruv yetarli? Va qaysi holatda murojaatni kechiktirish xavfli? Bugungi gapimiz aynan shu haqida. Birinchi navbatda pensiya yoshiga yaqinlashayotgan odamlar bu masalaga jiddiy qarashi kerak. Erkaklar va ayollar uchun pensiya yoshi qonunchilikda belgilangan. Lekin pensiya yoshiga yetdim degani pensiya avtomatik hisob raqamiga tushadi degani emas. Pensiya tayinlanishi uchun shaxsning ma'lumotlari, staji, ish haqi, imtiyozli holatlari tekshiriladi. Ba'zi holatlarda ariza berish talab qilinadi. Shuning uchun men odamlarga pensiya yoshiga 6 oy yoki hech bo'lmaganda 3 oy qolganda o'z stajini tekshirtirishni maslahat beraman. Masalan, Akmal aka 6 yoshga to'lishiga 4 oy qolganda o'zining ish stajini tekshirtirdi. U 1905 yildan 1998 yilgacha zavodda ishlagan. Keyin 2000 yildan 2024 yilgacha boshqa tashkilotda ishlagan. Elektron tizimda 2000 yildan keyingi ma'lumotlar yaxshi ko'rindi, lekin 1995-1998 yillardagi staj qisman ko'rinmadi. Agar Akmal aka pensiya yoshiga yetganda endi murojaat qilganda arxivdan hujjat topish, korxona huquqiy vorisini aniqlash, eski buyruqlarni izlash uchun bir necha oy ketishi mumkin edi. U esa oldindan tekshirtirgani uchun vaqtida arxiv ma'lumotnomasini oldi va pensiya tayinlash jarayonida katta muammo bo'lmadi. Ikkinchi guruh mehnat faoliyatida uzilishlar bo'lgan odamlar. Ko'pchilik hayot davomida bir joyda ishlamaydi. Kimdir korxona yopilgani uchun ishsiz qoladi. Kimdir bola parvarishi bilan uyda o'tiradi. Kimdir chet elga ishlashga ketadi. Kimdir norasmiy ishlaydi. Pensiya hisobida esa har bir davr muhim. Rasmiy ishlagan davr, ijtimoiy soliq to'langan davr, ayrim qonunda belgilangan hisobga olinadigan davrlar alohida tekshiriladi. Masalan, Dilbar opa 1932 yildan 2005 yilgacha maktabda ishlagan. Keyin 200 yil uyda farzandlarini parvarish qilgan. Keyin yana bog'chaga ishga kirgan. U pensiyaga chiqishdan oldin men 3 yil ishlaganman deb o'ylashi mumkin. Lekin hujjatlarda qaysi davrlar stajiga to'lib kiradi? Qaysi davrlar alohida tartibda hisoblanadi?
qaysi davlar uchun hujjat kerak bo'ladi? Buni aniq bilish zarur. Ayniqsa farzand tug'ilishi, bola parvarishi ta'tili. Ish joyidan buyruqlar, mehnat daftarchasi yozuvlari bo'yicha hujjatlar mos kelmasa, keyin bahs chiqadi. 3-guruh, yakka tartibdagi tadbirkorlar o'zini o'zi band qilgan shaxslar. Bu yerda juda nozik masala bor. Odam men 10 yildan beri tadbirkorman deydi. Lekin pensiya uchun faqat faoliyat yuritganlikning o'zi yetarli bo'lmasligi mumkin. Muhimi qonunchilikka muvofiq to'lovlar amalga oshirilganmi? Tegishli bazalarda davrlar qayd etilganmi? Qarzdorlik yo'qmi? Agar tadbirkorlik guvohnomasi bor bo'lib, lekin majburiy to'lovlar qilinmagan bo'lsa, pensiya stajida kutilgan natija chiqmasligi mumkin. Oddiy misol. Sardor 2014 yildan 2024 yilgacha yakka tartibdagi tadbirkor bo'lgan. U bozor rastasida savdo qilgan, soliq hisobotlarini ba'zan vaqtida, ba'zan kech topshirgan. Pensiya masalasida tekshiruv o'tkazilganda ayrim yillarda to'lovlar to'liq aks etmagani aniqlandi. Sardor men oxir ishladim-ku deydi, lekin tizim hujjat va to'lovga qaraydi. Shuning uchun tadbirkorlar har yili o'z to'lovlari pensiya stajiga qanday ta'sir qilayotganini tekshirib borishi kerak. Pensiya yoshiga kelib qarasa, 10 yil o'rniga 6 yil ko'rinib qolsa, bu juda og'ir vaziyat. 4-guruh, chet elda ishlagan fuqarolar. Hozir ko'plab yurtdoshlarimiz Rossiya, Qozog'iston, Turkiya, Koreya, Yevropa davlatlari yoki boshqa mamlakatlarda ishlaydi. Chet elda ishlagan davr pensiya hisobiga qanday ta'sir qilishi davlatlararo shartnomalar, rasmiy ishlaganlik, sug'urta badallari, hujjatlarning tasdiqlanishi kabi omillarga bog'liq bo'lishi mumkin. Norasmiy ishlagan davrni keyin isbotlash juda qiyin. Masalan, Jamshid 12 yil chet elda ishlagan. U o'yiga yaxshi pul topgan, oilasiga uy olib bergan, lekin rasmiy shartnoma bo'lmagan. Ish beruvchi uning nomidan sug'urta to'lamagan. Pensiya yoshiga kelganda u bu 12 yilni stajga kiritishni xohlaydi. Ammo qo'lida rasmiy hujjat bo'lmasa, bu juda qiyin. Shuning uchun chet elda ishlayotganlarga doim aytaman. Faqat bugungi daromadni emas. Ertangi pensiyangizni ham o'ylang. Mehnat shartnomasi, sug'urta to'lovlari, ish haqi ma'lumotlari, yashash va ishlashga ruxsat hujjatlari tartibli saqlanishi kerak. 5-guruh. Nogironlik pensiyasi yoki bo'g'uvchini yo'qotganlik pensiyasi bo'yicha murojaat qiladiganlar. Bu holatlarda vaqt juda muhim. Oila bo'g'uvchisini yo'qotgan bo'lsa, odamlar ruhiy jihatdan og'ir ahvolda bo'ladi va ko'pincha hujjat masalasi keyinga qoladi. Lekin pensiya tayinlashda murojaat sanasi, hujjatlarning to'liqligi, marhumning ish staji, qaramog'dagi shaxslar haqidagi ma'lumotlar ahamiyatli bo'ladi. Nogironlik bo'yicha ham tibbiy xulosa, mehnat faoliyati, staj to'lovlar va boshqa hujjatlar muhim. Masalan, bir oilada ota vafot etgan, orqasida voyaga yetmagan 2 farzandi qolgan. Ona bir necha oy o'zim hal qilaman deb yuradi, pensiya jamg'armasiga kech murojaat qiladi. Natijada ayrim to'lovlar murojaat sanasi bilan bog'liq hisoblanishi mumkin. Hujjatlarni yig'ish cho'ziladi. Shuning uchun bunday og'ir holatlarda ham imkon qadar tezroq mutaxassisga murojaat qilish kerak. Bu uyat emas, bu oilaning huquqi. Kimlar kamroq xavotir olishi mumkin? Agar siz yosh bo'lsangiz, rasmiy ish joyingiz bor bo'lsa, ish beruvchingiz sizni rasmiy ro'yxatdan o'tkazgan bo'lsa, har oy ijtimoiy soliq to'lanayotgan bo'lsa, elektron mehnat daftarchangiz to'g'ri yuritilayotgan bo'lsa. Hozircha har oy pensiya jamg'armasiga borib yurishingiz shart emas. Lekin bu umuman tekshirmang degani emas. Men kamida yiliga bir marta o'z mehnat stajingiz, ish joyingiz, lavozimingiz, to'lovlaringiz elektron tizimlarda to'g'ri aks etganini ko'rib chiqishni maslahat beraman. Chunki xatoni 2 yildan keyin tuzatgandan ko'ra, bugun tuzatish 1000 marta oson. Endi istisnolar, yashirin xatolar va ko'pchilik sezmaydigan nozik jihatlar haqida gaplashamiz. Birinchi nozik jihat, mehnat daftarchasidagi yozuvning borligi har doim ham muammo yo'q degani emas. Mehnat daftarchasida ishga qabul qilingan sana bor. Lekin ishdan bo'shatilgan sana yo'q bo'lishi mumkin. Buyruq raqami yozilmagan bo'lishi mumkin. Korxona nomi o'zgargan, lekin bu haqida izoh yo'q bo'lishi mumkin. Mur o'qilmaydi. Imzo noaniq, lavozim nomi tushunarsiz bo'lishi mumkin. Bunday mayda narsalar pensiya tayinlashda katta savol tug'diradi. Ikkinchi nozik jihat, familiya, ism yoki otasining ismidagi farqlar. Ayollar turmushga chiqqanda familiyasini o'zgartiradi. Ba'zan eski hujjatda bir xil yozilgan, pasportda boshqacha, diplomda yana boshqacha ko'rinadi. Masalan, Gulnora bir hujjatda Gulnora, boshqasida Gulnora bo'lishi mumkin. Oddiy ko'rinadi, lekin hujjatlar bir shaxsga tegishli ekanini tasdiqlash kerak bo'lib qoladi.
Shuning uchun nikoh guvohnomasi, familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjatlar, tug'ilganlik haqidagi guvohnoma nusxalari kerak bo'lishi mumkin. Uchinchi nozik jihat, eski korxona tugatilgan bo'lsa, juda ko'p zavodlar, shirkatlar, kolxozlar, kichik korxonalar, xususiy firmalar yillar davomida yopilib ketgan. Odam u yerda 7 yil ishlagan, lekin bugun korxona yo'q. Bunday holatda hujjatlar arxivga topshirilgan bo'lishi kerak. Lekin amalda hamma korxona ham hujjatlarni tartibli topshirmagan. Shuning uchun arxiv ma'lumotnomasi olishda vaqt ketadi. Ba'zan hujjat topilmaydi. Ba'zan faqat ishga qabul qilish buyrug'i bor. Ish haqi haqidagi ma'lumot yo'q. Bu pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. 4-nozik jihati ish haqi haqidagi ma'lumot. Pensiya faqat stajga emas, ayrim holatlarda daromad ko'rsatkichlariga ham bog'liq bo'lishi mumkin. Odam 30 yil ishlagan bo'lishi mumkin, lekin ish haqi ma'lumotlari noto'g'ri yoki past ko'rsatilgan bo'lsa, pensiya miqdori kutilgandan kam chiqadi. Masalan, odam amalda yuqori maosh olgan, lekin rasmiy hujjatda minimal ish haqi ko'rsatilgan yoki ish beruvchi maoshning bir qismini konvertda bergan. Pensiya hisobida esa rasmiy ko'rsatilgan daromad inobatga olinadi. Shuning uchun bugun yuqori norasmiy daromad olayotgan odam ertaga past pensiya xavfini ham tushunishi kerak. 5-nozik jihat, imtiyozli pensiya masalalari, ayrim kasblar, og'ir yoki zararli mehnat sharoitlari. Maxsus ish joylari bo'yicha pensiya yoshidan oldin chiqish yoki boshqa imtiyozlar bo'lishi mumkin. Lekin men og'ir ishda ishlaganman deyishning o'zi yetmaydi. Ish joyi ro'yxatda bormi? Lavozim nomi to'g'ri yozilganmi? Zararli sharoit tasdiqlanganmi? Attestatsiya hujjatlari bormi? Buyruqlarda aynan shu lavozim ko'rsatilganmi? Bularning hammasi tekshiriladi. Agar lavozim nomi hujjatda noto'g'ri yozilgan bo'lsa, imtiyozli stajdan olinmasligi mumkin. Masalan, Baxtiyor aka 11 yil issiq sexda ishlagan. U men zararli ishda ishlaganman, erta pensiyaga chiqaman deb o'ylagan. Lekin hujjatlarda uning lavozimi umumiy nom bilan yozilgan. Zararli sharoit ro'yxatiga mos keladigan aniq lavozim ko'rsatilmagan. Natijada u imtiyozni isbotlash uchun qo'shimcha hujjatlar yig'ishga majbur bo'ldi. Agar u buni 5 yil oldin tekshirtirganida, ish joyidan kerakli ma'lumotnomalarni vaqtida olardi. 6-nozik jihat, pensiya tayinlanganidan keyin ham tekshirish mumkin. Ko'p odamlar pensiya chiqdi, endi tamom deb o'ylaydi. Aslida, agar pensiya noto'g'ri hisoblangan deb hisoblasangiz, asosli hujjatlaringiz bo'lsa, qayta hisoblash masalasini ko'tarishingiz mumkin. Masalan, keyinroq arxivdan qo'shimcha stajni tasdiqlovchi hujjat topildi. Ish haqi haqida to'liqroq ma'lumotnoma olindi yoki oldingi hisobda xatolik borligi aniqlandi. Bunday holatda murojaat qilish kerak. Lekin og'zaki norozi bo'lish yetarli emas. Hamma narsa yozma ariza va hujjatlar bilan bo'lishi lozim. 7-nozik jihat. Birovning gapiga ko'r-ko'rona ishonmang. Qo'shni, qarindosh, tanish menga shunday bo'lgan, senga ham shunday bo'ladi deyishi mumkin. Lekin pensiya har bir odamning shaxsiy holatiga qarab hisoblanadi. Ikki odam bir korxonada ishlagan bo'lishi mumkin, lekin biri rasmiy, biri norasmiy ishlagan. Biri to'liq stajga ega, boshqasida uzilish bor. Biri imtiyozli lavozimda, boshqasi oddiy lavozimda. Shuning uchun eng to'g'ri yo'l rasmiy ma'lumot olish va o'z hujjatlaringizni tekshirtirishdir. Endi aniq qadamlarni aytaman. Agar siz pensiya yoshiga yaqinlashayotgan bo'lsangiz, birinchi qadam shaxsiy hujjatlaringizni tartibga keltiring. Pasport yoki ID karta, jasashir, mehnat daftarchasi, diplom, harbiy xizmatga oid hujjatlar, nikoh yoki familiya o'zgarishi haqidagi hujjatlar, farzandlar tug'ilganlik guvohnomalari. Ish joylaridan ma'lumotnomalar, arxiv hujjatlari bo'lsa, barchasini alohida papkaga joylang. Hujjatlarning nusxasini ham tayyorlab qo'ying. Ikkinchi qadam, mehnat stajingizni oldindan tekshirtiring. Buni pensiya jamg'armasining hududiy bo'limi orqali, davlat xizmatlari markazi orqali yoki mavjud elektron xizmatlar orqali amalga oshirish mumkin. Qaysi usul sizga qulay bo'lsa, o'shandan foydalaning. Muhimi, menda hammasi joyida deb taxmin qilmang, aniq tekshiring. Agar elektron bazada biror ish joyingiz ko'rinmasa, darhol sababini aniqlang. 3-qadam, eski ish joylaringiz bo'yicha ro'yxat tuzing. Qaysi yili qayerda ishlagansiz? Qaysi lavozimda? Qachon kirgansiz? Qachon chiqqansiz? Korxona hozir bormi yoki yo'qmi? Nomi o'zgarganmi? Huquqiy vorisi bormi? Shularni yozib chiqing. Bu ro'yxat mutaxassis bilan gaplashganda ham, arxivga murojaat qilganda ham juda yordam beradi. Odam ko'pincha 30 yil oldingi sanalarni eslay olmaydi. Shuning uchun hujjatga qarab aniq yozish kerak. 4-qadam,
arxivga murojaat qilish kerak bo'lsa, arizani aniq yozing. Men falon yildan falon yilgacha falon korxonada ishlaganman. Ishga qabul qilish va ishdan bo'shatish buyruqlari, lavozimim, ish haqi haqidagi ma'lumotlarni tasdiqlab berishingizni so'rayman deb yoziladi. Arxivdan faqat ishlagan degan umumiy ma'lumot emas. Kerak bo'lsa ish haqi bo'yicha ham ma'lumot so'rash lozim. Chunki keyin pensiya miqdorini hisoblashda bu kerak bo'lishi mumkin. 5-qadam hozir ishlayotgan bo'lsangiz, ish beruvchingizdan ma'lumotlaringiz to'g'ri yuritilayotganini so'rang. Sizni rasmiy ishga olganmi? Elektron mehnat tizimida shartnoma kiritilganmi? Lavozim nomi to'g'rimi? Ish haqi rasmiy ko'rsatilganmi? Ijtimoiy soliq to'lanayaptimi? Bu savollarni berishdan uyalmang. Bu sizning huquqingiz. Ish beruvchi bugun xato qilsa, uning oqibatini ertaga siz ko'rasiz. 6-qadam, yoki tartibdagi tadbirkor yoki o'zi band qilgan bo'lsangiz, to'lovlaringizni tekshiring. Soliq organlaridagi ma'lumotlar, to'langan summalar, faoliyat davrlari, qarzdorlik bor yo'qligi, pensiya stajiga ta'siri bo'yicha aniqlik kiriting. Men to'laganman shekilli degan gap yetarli emas. Kvitansiya, elektron to'lov tarixi, shaxsiy kabinetdagi ma'lumotlar saqlanishi kerak. 7-qadam, agar pensiya tayinlash bo'yicha ariza berayotgan bo'lsangiz, arizangiz qabul qilingan sanani va ro'yxatga olinganini tasdiqlovchi ma'lumotni saqlang. Og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Ariza topshirdingizmi? Demak, uning raqami, sanasi qabul qilgan organi bo'lishi kerak. Agar qo'shimcha hujjat so'ralsa, aynan qaysi hujjat, nima uchun kerakligi, qaysi muddatda topshirish kerakligi haqida aniqlik kiriting. 8-qadam, pensiya miqdori chiqqandan keyin uni tushunishga harakat qiling. Shuncha chiqibdi, demak shunday ekan deb qo'ya qolmang. Qancha staj hisobga olingan, qaysi davrlar kiritilgan, qaysi daromadlar inobatga olingan, imtiyozlar qo'llanganmi, bularni so'rash mumkin. Agar tushunmasangiz, yozma izoh so'rang. Rasmiy javob keyingi harakatlar uchun asos bo'ladi. 9-qadam, agar rad javobi berilsa yoki siz hisob kitobdan norozi bo'lsangiz, hissiyot bilan emas, hujjat bilan harakat qiling. Avval yozma javobni oling, keyin qaysi asos bilan rad etilganini o'qing. Agar hujjat yetishmasa, uni topishga harakat qiling. Agar sizningcha qonun noto'g'ri qo'llangan bo'lsa, yuqori turuvchi organga yoki zarur bo'lsa sudga murojaat qilish imkoniyati mavjud. Lekin har qanday bahsda asosiy kuch hujjatdir. 10-qadam. Hujjatlarni oldindan raqamlashtirib qo'ying. Mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomalari, diplom, nikoh guvohnomasi, harbiy bilet, farzandlar tug'ilganlik guvohnomalarini telefoningizda yoki kompyuterda sifatli skaner qilib saqlang. Asli hujjatlar yo'q bo'lsa, nusxa kamida qidiruvni osonlashtiradi. Albatta, rasmiy jarayonda ko'pincha asli hujjat kerak bo'ladi, lekin elektron nusxa ham juda foydali. Men yana bir muhim maslahat beraman. Pensiya masalasini oxirgi o'yga qoldirmang. Odamlar ko'pincha tug'ilgan kuni yaqinlashganda yugura boshlaydi. Keyin arxiv javobi 25 kun, 30 kun, ba'zan undan ham ko'proq vaqt oladi. Eski korxona topilmaydi, hujjat mos kelmaydi. Familiya bo'yicha farq chiqadi. Natijada asab, vaqt, pul ketadi. Agar siz bu ishni oldindan boshlasangiz, xotirjam bo'lasiz. Yana bir real holatni olaylik. Malika opa 70 yoshga yaqinlashganda hujjatlarini tekshirtirdi. Uning mehnat daftarchasida 1990-yillardagi bir ish joyida mur juda xira edi. Avvaliga u buni ahamiyatsiz deb o'yladi. Lekin tekshiruvda shu davrni tasdiqlovchi arxiv ma'lumotnomasi so'raldi. Malika opa o'sha korxona hujjatlari tuman arxivida ekanini bildi. Ariza berdi va 2 haftada ma'lumotnoma oldi. Agar u buni pensiya tayinlash vaqtida bilganda jarayon cho'zilishi mumkin edi. Demak, kichkina ko'ringan muammo ham oldindan hal qilinsa, katta muammoga aylanmaydi. Yana bir misol. Rustam 20 yil qurilishda ishlagan, lekin ko'p yillar norasmiy bo'lgan. U yaxshi daromad qilgan, lekin ish beruvchi uni rasmiylashtirmagan. Pensiya masalasi kelganda rasmiy staji kam chiqdi. Bu yerda eng katta saboq shuki, bugungi norasmiy ish ertangi pensiyani kamaytiradi. Shuning uchun men yosh ishlarga aytaman. Siz hali pensiya haqida o'ylashga erta deb hisoblasangiz ham, rasmiy ishlash talab qiling. Mehnat shartnomasi, rasmiy maosh, ijtimoiy to'lovlar sizning kelajakdagi himoyangizdir. Demak, pensiya jamg'armasiga murojaat qilish kerakmi? Agar pensiya yoshiga yaqinlashgan bo'lsangiz, stajingizda uzilishlar bo'lsa, eski korxonada ishlagan bo'lsangiz, chet elda ishlagan bo'lsangiz, tadbirkor bo'lgan bo'lsangiz, imtiyozli pensiya da'vo qilmoqchi bo'lsangiz, pensiya miqdoridan norozi bo'lsangiz yoki hujjatlaringizda farqlar bo'lsa, albatta murojaat qilish kerak. Agar hozir rasmiy ishlayotgan bo'lsangiz ham
kamida vaqti bilan ma'lumotlaringizni tekshirtirib turing. Pensiya bu faqat keksalikdagi to'lov emas. Bu sizning yillar davomida qilgan mehnatingizning huquqiy natijasi. Uni himoya qilish uchun hujjatlaringiz tartibli, ma'lumotlaringiz aniq, murojaatlaringiz yozma bo'lishi kerak. Eng katta xato hammasini oxirgi paytga qoldirish va o'zi bo'lar deb yurishdir. Sizda pensiya bo'yicha qanday savol bor? Staj, arxiv, chet eldagi ish, tadbirkorlik yoki qayta hisoblash masalasidami? Fikringizni izohlarda yozing. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham ulashing. Chunki bu ma'lumot har bir oilaga kerak bo'lishi mumkin.